menga yordam bering. Men hozir ko'chada sarson bo'lib yuribman. O'z uy joylarim bo'la turib, ko'chada sarson sargardon bo'lib yuribman. Qachon qutulamiz bu ichki ishlar xodimlari hamda prokuratura xodimlaridan? Sizdan iltimos prezidentim, men yaqinda ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovning sayyor qabulida bo'ldim. Hozirgi kunda yana ichki ishlar xodimlari sen nima uchun yuqori turuvchi organlarga boryapsan? Sen yuqori turuvchi organlarga bizning ustimizdan qancha shikoyat qilsang, biz seni shuncha qamayveramiz deb hozir menga yana 102 qilyapti. Qidiruv e'lon qildi, soxta qidiruvlar, noqonuniy arizalar yozishibdi o'zlari. Hurmatli prezidentim, nahotki bularning jinoyatlarini biz yuqori turuvchi organlarga xabar qilsak, bizni bular jinoyatchi deb nohaq ayblab, qamab tashlaversa, 3 sutkalab azob bersa, tahdid, tajovuzlar qilsa, farzandlarimga ham tajovuz qilsa, hozirgi kunda mening oilam xavf ostida. Hurmatli prezidentim, menga yordam bering. Mana shu soxta guvoh, soxta xaridor, soxta jabrlanuvchilarni hozir meningga kiritib qo'yibdi. Men o'z uyimga kirib yasha olmayapman. Hurmatli prezidentim, menga yordam beringlar. Kim menga yordam beradi? Men 13 yildan beri ichki ishlar xodimlari hamda prokuratura xodimlari tomonidan azoblanib yuribman. Noqonuniy sudlar o'tkazilyapti. Noqonuniy ajrimlar, noqonuniy hukmlar, noqonuniy qarorlar chiqarilgan. Mening qo'limda 2023-yilgi 2-iyundagi asosli adolatli qaror bor. Lekin buni Oqqo'rg'on tuman prokurori boshchiligida hech kim bu adolatli qarorni tan olmasdan jinoyatni yashirib, meni azoblab, yana 102 ga ariza qildirib, soxta guvohlar, soxta jabrlanuvchilar yollab, meni qidiruvga beribdi. Yana bular hozir meni yana qamamoqchi. Men hozir jonimdan to'ydim. Men qachongacha shunday yurishim kerak? Men hozir o'zimga o't qo'yaman. Men o'lsamgina bu ish hal bo'ladimi? Nima uchun buni hech kim qonuniy chora ko'rmaydi? Nima uchun menga hech kim yordam bermaydi? Hurmatli prezidentim, mening oxirgi gapim shu. Men o'zimga o't qo'yaman. Shundagina bu ish hal bo'ladi shekilli. Menga o'zingiz yordam bering. Oqqo'rg'on tumaniga xizmat tekshiruv o'tkazishingizni talab qilaman. Hurmatli prezidentim.